Necha yil, necha asr o'tdi. Seni ancha qidirdim do'stim. O'rtoq qo'lim. Qo'ysangchi. O'rtoq, bir minut. Shuna mashinaga ketkizib yuboring. Bo'ldi. Keyin mazaq gaplashamiz. Shu yerdami? Hop. Zavodligi nima bo'ldi o'rtoq? Yaxshi ishlab yuruvding-ku. Endi Alloh tomonidan sinovlar kelib qoldi o'rtoq. Bolalar och qolmasin deb erkak kishimizni ko'chada qo'limizdan kelgan ish qilib yuramiz. Sinov hamida bo'ladi. Mani vizitkam. Ertaga telefon qilganda o'tgan, bunaqa ishlarni qilmasanga yarashmaydi. O'rtoq, yaxshimisan? O'rtoq, uzr, san oldingdan xijolatdaman. Xijolat bo'lishda emas gap. Hatto bir og'iz telefoningni olib, imkoniyatim yo'q edi deb qo'ysang, uyingga kelib o'tirmas edim. O'rtoq, men bitta ishga kirdim. Mana shu oy xudo xolasa aniq qilib beraman. Shu yerda ochganman o'rtoq. Shu yerda ishlashga nima deysan? Mayli o'rtoq. Lekin bu yerda nima ish qilaman? O'rtoq, gap ochig'i, bu yerda deyarli ish yo'q. Savdoga qarab turasan, pastda organizatsiya bor. Shu bolalarni kontrol qilib tursang, men endi ishlarim ko'p bilasan, vaqt tajribada olmayman-da. Bo'ldi o'rtoq. Ishonching uchun rahmat. Men bilani olganda tez pastga tushgan. Shundan keyin men mashinaga disketa qo'yilib tanlab qo'ydim, chiqarib turibdi. Bo'la qolinglar tez-tez. Xo'p. Joylarni ham dahshat qilib ochyapsizlar, o'rtoq. Qo'ldan kelguncha o'rtoq. Hamma sani omonating. Rahmat senga. Bu yoqni kelishuv qanaqa bo'ldi endi o'rtoq? O'zim nazorat qilaman bu yerda. 50 yillik o'rtog'im bilan birga ishlayapmiz. Baraka topsin. Ancha yordam berdi. Ha, o'rtoq. Nimalar qilsan endi? Tuzukmisan? Nima gap, o'rtoq? Charchamayapsan? Savdolar qalay bo'ldi? Savdolar yaxshi o'rtoq. Nasibaga yarasha qilib turibmiz. Yur hisob-kitob qilib pulingni beraman. Sani qilgan ishingdan keyin shu qarorga keldim. Nima qaror ekan o'rtoq? Tushunmadim. Sen chumoqmisan? Shirichilikdagi oshni itimid deyishadi. Undan ko'ra o'zing och olsang bo'lmaydimi, o'rganib olgan bo'lsang? Bo'ldimi, gapirib oldingmi? O, marras. Sen aytayotgan ishlarni kalam ushla qiladi. Men emas. Anta omadim yo'q paytda ustimdan kulib yurdilaringmi? Endi pul topib, yaxshi ishga joylashgan paytimda endi bunaqa gap gapiryapsanmi? Men senga yaxshi bo'lsin deb gapiryotgandim. Saningcha hozir o'rtog'imni chopsam yaxshi bo'ladimi? Tvarrishi bo'lmaydimi? O. Ikkinchi bo'tda qorang ko'rmay, tushundingmi? Yo'qol. Ikkinchi men do'konda qorangni ko'rmay, tushundingmi? Bo'ldi, charchaman. Hop. Boshda aytganimdek sinov hammaga keladi. Sen sinovdan o'tding o'rtoq. Mana shu joy meniki edi. Endi buni senga sovg'a qilmayman. O'rtoq, men bu narsaga loyiq emasman. O'rtoq, bu sovg'aga sen loyiqsan. Bir narsani unutmaginki, har bir odamning omadi kelganda uni yon atrofidagilar biz buni bilardik deyshadi. Yiqilganingda esa biz senga aytgandik deyshadi. Omadingni bersin. Har bitta ko'ruvda bitta shunaqa mard o'rtoq bo'ladi. Shu videoni o'sha mard o'rtog'iga tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Rahmat, do'stim, sen yaxshi ko'raman. Xabar olsa shunda do'st